Hammaga salom. Mashinalarga qiziqadiganlar bormi? Kommentariyada yozib qoldiring. Aynan sizlar uchun bugun men American YouTube uchun Car Evolution yo'nalishida videolar tayyorlashni o'rgatmoqchiman. Agarda tayyor bo'lsangiz, ushbu videoga like bosing. Qani bo'lmasam gapni cho'zmasdan videoni boshladik. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Birinchi o'rinda biz ChatGPT saytiga kirib olamiz. Undan so'ng esa Telegram kanalimga o'tib promptlarni yuklab olishimiz kerak. Telegram kanalim manzili vgetta deb nomlanadi. Buni Telegramdan qidirib topishingiz mumkin yoki video ostida ham manzili bo'ladi. Telegram kanalimga o'tganingizdan keyin men xuddi shu tarzda har bitta video chiqqandan keyin ssilkasini qoldiraman. O'sha ssilka orqali o'tib promptni ko'chirib olishingiz mumkin bo'ladi. Va mana ko'rishingiz mumkin, uzun prompt bor. Bu yerdan biz birinchi promptni ko'chirib olishimiz kerak. Mana pastroqga tushamiz, ikkinchi prompt degan joy bor. Xuddi shu joygacha ko'chirib olamiz va biz buni ChatGPT ga yuboramiz. Hamda uni javobini kutamiz. Mana ChatGPT bizga javob beryapti. Ya'ni bu yerda aytayaptiki, qanaqangi modelni xohlaysan va qanaqangi variantni tanlaysan deyapti. Ya'ni A variant bu o'sha masalan BMW deydigan bo'lsak, BMW ni birinchi modeldan oxirigacha-mi? Ikkinchisi esa aytayaptiki, imенно BMW ni qaysidir modelini birinchi versiyasidan hozirgi versiyasigacha-mi deyapti yoki imенно qaysidir yillarni tanlaysanmi deyapti. Biz bu yerga misol uchun BMW M5 deb yozamiz. BMW M5 bu modeli hamda bu yerdan biz B variantni tanlaymiz. Hamda buni yuboramiz biz. Demak, bizga mana BMW M5 modelini barcha versiyalarini chiqarib berdi va har biri uchun alohida prompt yozib berdi. Endi esa biz Flow saytiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana Flow saytiga o'tib oldik. Birinchi o'rinda do'stlar, biz endi fon yaratib olishimiz kerak. Fon yaratish uchun biz o'sha promptimizga qaytamiz va bu yerdagi ikkinchi promptimizni ko'chirib olamiz. Mana ko'chirdik. Endi Flow saytiga qaytib, ushbu promptni qo'yamiz. Bu yerdan nastroyka qilamiz. Ya'ni Nano Banana Pro da turishi kerak. Bu yerdan 9 ga 16 formatda turishi kerak va ikkita variant qilamiz. Hamda buni yuboramiz. Mana bizga ikkita variant qilib berdi. Bu yerdan biz to'g'rirog'ini tanlaymiz. Ya'ni ushbu variantni ustiga bosamiz va bu yerda biz yana prompt yozishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, biz ChatGPT saytiga qaytamiz va ushbu BMW M5 modellarining barchasini navbatma-navbat yozib chiqamiz. Mana birinchisini ko'chirdim. Flow saytiga o'tamiz, ushbu joyga yozib yuboramiz va natijani kutamiz. Mana birinchi versiya tayyor bo'ldi. Buni yuklab olamiz. Endi esa xuddi shu tarzda keyingilarni ham qilib chiqamiz. Men do'stlar, ataga 4 ta rasm tayyorladim. Sizlarga ko'rsatib berish uchun sizlar esa iloji boricha ko'proq, ya'ni nechta modeli bo'lsa, barchasini tayyorlaysizlar va yana Flow saytiga qaytasizlar. Bu yerdan biz mana bu ikkinchi rejimni tanlaymiz. Biz bu yerdan ikkita rasmni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Birinchisiga birinchi rasmni tanlaymiz. Mana birinchi rasmni tanladim, ikkinchi rasmga esa ikkinchi rasmni tanlaymiz. Undan so'ng esa promptlarimizga qaytamiz va 3-promptimizni ko'chirib olib, mana shu joyga yozib, bu yerga ham e'tibor qaratamiz, 9 ga 16 formatda qilib yuboramiz. Demak, birinchi videomiz tayyor bo'ldi. Mana ko'ryapsizlar do'stlar, endi esa davom etishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz mana bu joydan endi ikkinchi kadrni tanlaymiz va bu yerdan esa uchinchi kadrni tanlaymiz. Mana ikkinchi rasm bilan uchinchi rasmni joyladik va biz yana shu promptni ko'chirib olib, yana shu promptni yuboramiz va xuddi shu tarzda davom etamiz.
Demak do'stlar, bizda 4 ta rasmdan 3 ta kadr tayyor bo'ldi. Ya'ni birinchi rasmdan ikkinchi rasmga, ikkinchidan 3 ga va 3 dan 4 ga. Hamda do'stlar, bularni barchasini biz endi CapCut dasturiga tashlaymiz. Bularni barchasini navbat bilan qo'yamiz. Undan so'ng esa bularni barchasini birlashtirib, ozgina kattaroq qilamiz, chunki pastda videoni reklamasi qolib ketadi. Kattalashtirsak esa u ko'rinmaydi do'stlar. Va tamom. Endi esa biz tekst bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tepasidan ushbu BMW ni modelini yozib, uni nechinchi yilda chiqqanini yozib, bezaklab berib ishlasak bo'ldi. Qolgan asosiy kadr esa mana tayyor bo'ldi. Hattoki bunga musiqa ham kerak emas, o'zini tayyor sound effektlari bor. Demak do'stlar, ushbu yo'nalishda ham video yasashni to'liq o'rganib oldingiz. Endi shunchaki YouTube ga shunday videolarni tayyorlab, joylab daromad qilishingiz qoldi. Lekin bu uchun sizga Amerikan YouTube kanal kerak bo'ladi. Amerikan YouTube kanalini esa kim ochib berishini bilasiz. Albatta bu biz va bizning jamoamiz. Biz sizga noldan professional Amerikan YouTube kanal ochib beramiz va siz ham bizning mijozlarimizga o'xshab juda tez va juda katta natijalar qilishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun hoziroq video ostidagi Vegeta admin profiliga murojaat qiling va bir kunda o'zingizni Amerikan YouTube kanalingizga ega bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr!